Senga Allohni eslatmaydigan, so'zi seni Allohga dalolat qilmaydigan kishini do'st tutmagin. Ko'rdingiz, Alloh esiga kelsin. Suhbatlashib o'tirdingiz, iymoni ziyoda bo'lsin. Chunki yaxshi jamoatga qo'shilsangiz, yuksalasiz. Yomon jamoatga qo'shilsangiz, pasayasiz. Do'stlarni yaxshilarga almashtirsangiz, demak yaxshi bo'lasiz. Diningiz yaxshi bo'ladi. Kishi do'stini dinida bo'ladi. Sizlardan bittalar kim bilan do'st bo'layotganini bir qarab qo'ysin. Kim bilan do'stsiz? Siz o'shalardan bittasisiz. Senga Allohni eslatmaydigan, so'zi seni Allohga dalolat qilmaydigan kishini do'st tutmagin. Ko'rdingiz, Alloh esiga kelsin. Suhbatlashib o'tirdingiz, iymoni ziyoda bo'lsin. Chunki yaxshi jamoatga qo'shilsangiz, yuksalasiz. Yomon jamoatga qo'shilsangiz, pasayasiz. Do'stlarni yaxshilarga almashtirsangiz, demak yaxshi bo'lasiz. Diningiz yaxshi bo'ladi. Kishi do'stini dinida bo'ladi. Sizlardan bittalar kim bilan do'st bo'layotganini bir qarab qo'ysin. Kim bilan do'stsiz? Siz o'shalardan bittasisiz.